Qaysi futbol klubiga muxlislik qilasiz? Real Madrid. Bizga 11 talik tarkibini tuzib berasizmi? Harakat qilaman. Bizda ro'yxat bor. Hop, darvozaga kimni qo'yasiz? Darvozaga David oladi. Meni ota-onam nahotki shu uchun dunyoga keltirgan bo'lsa. Aha. Himoyaga? Luka Modric. Aha. И Eduardo Camavinga. Aha. Mbappe Xudoga soldim garatchi. Shunchaki kulib qo'ydim. и Rodrigo. O'zbekistonda svet tugaydimi, gaz tugaydimi, lekin hech qachon dalboyiblarimiz tugamaydi. Yarim himoyaga? Yarim himoyaga Andrey Lunin, Shu brat ko'rsam hayotda qiziqishim ortadi. Miliato, Vinicius. Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Hujumga? Hujumga Modric aytdim-da. Daga Endrik. Sebalis. Jonim, siz ozgina miyangizni bir o'q temir boshingiz bilan urushib qolganmisiz yo Chouameni и Valverde. qoningiz kammi siz? Bilan uyat emasmi yo